Plitkalar uchun podjomniklarimiz kelgan. Bundan faqat plitkalar, ya'ni kafel plitkalar uchun, balki mebelda ham ishlatsangiz bo'ladi. Mebellarni tagiga o'rnatib ko'tarishda, ya'ni bemalol ishlashga qulay. Undan tashqari bu tomoni bilan strupsina vazifasini ham bajaradi. Ishlashni birgalikda ko'ramiz. Bu ishingizni ancha yengil qiladi. Akalar, mebel qirilmasin desangiz agar, xuddi shu ko'rinishdagi защитниклari ham bor. Buni olib tashlasak, ya'ni ingichkaroq bo'ladi. Undan tashqari pastki qismini ham olib tashlasak agar, hattoki zazor, kichikroq zazorlarga ham bemalol kira oladi. Endi esa ko'tarishni ko'ramiz. Qarang akalar, mebelni ko'targandan so'ng bemalol tagidan gilamlarni olib tashlab ishlaringizni qilsangiz bo'ladi, ishlaringizni ancha yengil qilib beradi. Endi strupsina ko'rinishida ishlatib ko'ramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, mustahkam, mahkam ushlab oladi. Sifatlari juda ham yaxshi. Bizda do'konlarimizda ikki xil turdan bor. Hozir ikkinchisini ham ko'rsatamiz. Arzonroq segmentda yuradi, ya'ni farqi nimada deganlar uchun kelinglar farqini ko'rib o'tamiz. Farqini ko'rishlaringiz mumkin. 90 ming so'm hamda 225 ming so'm. 90 ming so'mlik modelimiz qisman plastik korpusdan jihozlangan. 225 ming so'mlik esa to'liq metal korpus bilan jihozlangan. Sifatlari har ikkalasini ham ishlashi juda ham yaxshi. Toolbox do'konimizning barcha filialida sotuvda mavjud. Barchangizni Toolbox do'konlarida kutib qolamiz.